Diqqat, ehtiyot bo'ling, mashinik quruvchilar ko'payib ketdi. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Siz ham uy olmoqchisiz, lekin pulingizga kuyib qolmasligingiz uchun zo'r variant ko'rsataman. Shu uylarimiz uchun sotilib bo'lgan, egalari boshiga zaklat berib qo'yib, bu yoqqa qurilish qanaqa ketyapti, kelib bemalol o'zlari ham tekshirib turishadi. Siz ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Qarang, 100% pishgan g'ish ikkinchi qavatlarimizga monolitli quyilyapti. G'ishlarimiz rastvorda terilyapti. Bu quruvchi akamizning uylari har doim talash bo'lib sotilib ketadi. Bular uchun sotilib bo'lgan. Xuddi shuning yonida 1.7 sotiq oldi orqa hovli, 6 ta xona, 4 ta sanuzel, 2 qavatli xonadonimiz qurilyapti. Yon tomonimizda bo'lsa 1.3 sotiq, 5 ta xona, 2 qavat, 4 ta sanuzel yozgi oshxonalari bilan xonadonlarimiz sotuvga qo'yilyapti. Boshiga ma'lum bir qismini to'la, qolganini bitganda bemalol to'lasanglar ham bo'ladi. Lokatsiyasi qarang. Yangi Hayot tumani, Chortoq ko'chasi, Ibratli mahallasi. Katta yo'ldan 50 metr kirganimizda shu kottejlarimiz bo'ladi. To'liq ma'lumotni yana telefon qilib olishingiz mumkin.